Abduqodir Kusanov received a G-Wagon as a gift from his football father, Ulugbek Asanbayev. And tonight, after iftar, Abduqodir is expected to go on his first meeting with his future wife, accompanied by his relatives. Imagine, a 20-year-old guy, thanks to his hard work, going to meet his bride in his own G-Wagon. What were you doing at 20? Drop a comment below. Bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Bu qanaqa paketi bu, Ibrohim? Bu eng full night paketi. Wow. Gelen Wagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir, his-tuyg'ularingni gapirib bor nimadir deb. Rahmat sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz vaqtda. Ko'zlarini qaranglar, kirib gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Polik, molik, antiradar hammasi. narsasini biz qilib beramiz. Kelishdingmi? Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohim bilan kelishdingmi? Xohlasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir qilgan inson mana bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyiz aslida bu bo'lgan boshida. Gap yo'q, ana Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir aka yomon. Har bir ota-onaga nasib qilsin. Shunaqa futbolchilar ko'payaversin. Xudo xohlasa meni ham o'g'lim futbolchi inshaalloh. U ham shunaqalar nasib qilsin. Gap yo'q aka, siznikini ham mana shunaqa kutaveramiz, xudo xolasa.